Farzandimni ko'rgan va kirganimda oyoqlari ichkariga buralib tug'ilgan edi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Aziz. Qo'rg'ontepa tumanidanman. 2024-yil 24-iyul sanasida farzandli bo'ldim. Farzandimni ko'rgan va kirganimda oyoqlari ichkariga buralib tug'ilgan edi. Shaxsan men bu holatdan ozgina qo'rqdim. Va Qo'rg'ontepa tuman tug'ruq kompleksi bolalar shifokori Feruzopaning tavsiyasiga ko'ra Ixtiyorjon Sodiqovning ko'rigiga yozildik va ko'rigida qatnasha boshladik. Farzandim 10 kunlik bo'lganidan boshlab ko'riklarda qatnashdik, amaliyotlarda qatnashdik va hozirgi kunga kelib farzandim to'liq bu kasallikdan forig' bo'ldi. Ushbu natijalarga erishishimizda asos sababchimiz Ixtiyorjon akaga katta rahmat aytamiz. Ularning tavsiyalarini og'ishmay amal qildik. Hamma aytgan gapni gap qilib amal qildik. Aytganini aytgan, deganini degan qildik va ushbu natijalarga erishdik. Assalomu alaykum. Biz Qo'rg'ontepadan keldik. Nevaram 2024-yil iyul oyida tug'ma maymoqcha holatda tug'ilgan edi. Biz bundan ancha hijolat bo'ldik. Qo'rg'ontepa tumanidagi tug'ruq kompleksida bolalar shifokori bo'lib ishlaydigan Dilfuzaxon bizga Ixtiyorjon Sodiqovni tavsiya qilgan edi. Biz bundan foydalanib Ixtiyorjonga murojaat qildik va 10 kunligidan boshlab davo choralarini ko'rishni boshladi. 1,5 oy deganda bolamiz Allohga shukr sog'lom holatiga keldi. Buning uchun biz Ixtiyorjonga katta minnatdorchilik bildiramiz. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat bu bolaga. Agar hech kimni boshiga tushmasin, lekin kimlarnidir farzandlari shunday holatda tug'ilsa, bemalol qo'rqmasdan Ixtiyorjonga murojaat qilishlari mumkin. Chunki ishonchli ekan, mana biz ham ko'rdik, bildik. Nevaramizda sinab ko'rdik. Hozir nevaram 8 oylik bo'ldi. Nevaram hozir sog'lom holatda. Buning uchun katta rahmat aytamiz. Sog' bo'lsin, farzandlarning baxtini ko'rib yursin. Rahmat.